Lochinbek, mani firmam bor, lekin hozirgi kunda firmamdan pulimni yecha olmayapman. Buxgalterimga aytsam, hech qanaqasiga ilojisi yo'q deyapti. Lekin mani hozirgi kunda xarajatlarim juda ham zarur. Nilufar opa, bu muammoga faqat siz emas, juda ko'pchilik tadbirkorlar uchraydi. Tadbirkorlar bilan suhbatlashgan paytimda ular aytadiki, buxgalteri ularga ma'lumot berishi bo'yicha ikkita sababni ko'rsatishadi. Ko'plab buxgalterlar bularni birinchisi 5% dividend solig'i to'lash kerak deydi, ikkinchisi hali kvartal tugamasdan, kvartal ya'ni chorak tugamasdan pulingni ololmaysan deydi. Nilufar opa, keling, mana shu holatda nima qilish kerakligini qonun doirasida men sizga sodda qilib tushuntirib beraman. Bu holatda sizni firmangiz bilan sizni orangizda qarz shartnoma imzolab tuzish kerak va mana shu qarz shartnomasiga asosan firmani bank hisob raqamidan shaxsiy plastik kartangizga xarajatlaringizga yetadigan miqdorda pulni ko'chirsa bo'ladi. Buni qonuniyligi, qulayligi shundaki, kvartal tugashini ham kutmaysiz, ortiqcha hujjatlarga 3-4 kun vaqtingiz ham ketmaydi. Mana shu aytayotgan prosessimga taxminan 1 soatcha vaqt ketadi. Faqat e'tibor beradigan joyi bor, yil tugashi bilan buxgalteringiz bu holat bo'yicha dividend taqsimotini qilib, kerakli miqdorda soliqlarini to'lab, qonun doirasida ishlarni bajarishga majbur. Bu videoni firmasi bo'lib turib, pul yechib ololmayotgan tanishlaringizga yuboring va foydali ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun sahifamizga obuna bo'ling.